Assalomu alaykum. Genesis G70 avtomobilimiz 2020-yil 106 ming kilometr yurgan, yoqilg'i benzin, 2 объем AVD. Mashinamiz ideal holatda, mana balonlari ham zo'r cho'tka turibdi. Salon holatlari, orqa siynalari isitadi. Ideal holatda mana ko'rishlar mumkin. Eshik beshburchoq dastur. Oldi siydinalar elektronniy. Sidina pamitlari bor. Mashinamiz polosa rejimi ishlaydi. Bokoviyda yonidan kelayotganda sensorlari mavjud. Ruldagi knopkalari joyida. Atigi 106 ming yurgan. Sport rejim, eko rejim, avtohold, avtoparking, 360 kameralari bor. Oldi sidinalari isitadi, sovutadi. Monitor, black box, IPS, hamma narsasi joyida. Genesis G70 yaxshi ko'radigan akalarimizga videoda tashlab qo'ysak, maylar nima deyapti maylar. Balonlari ham Kumho shina ideal holatda. Kumho shinalar zo'r qimmat bo'ladi akalar. Genesis G70 ga yaxshi ko'radigan akalarimizga mana 24 million 900 ming won, 17 ming 100 dollar e'tibor kelar. Ideal holatdagi Genesis so'rasizlar akalar.